Baş, Matba baş. Dilafruz opamga bitta so'z bilan ta'rif bering. Mehribon. Sabira opaga bitta ovozda ta'rif bering. Sabira, baş. Sabira opaga bitta ovozda ta'rif bering. Samimiy, ro'shnoy, mehribon ayol. Sabira yaxshi. Dildor opa, Sabira opamga bitta so'z bilan ovoz bering. Umid opa, Dilafruz opamga bitta so'z bilan ta'rif bering. Maftun opa, Dilafruz opaga bitta so'z bilan ovoz ta'rif bering. Shogirdlarim kamin mehnatkash shevarlar yonini olib hamisha bandlarni aylanib yurib bu mening suyukli bilasimman. Mana shu bandda ishlashimga kelganimda mana shu ishlashimga ham ishqoq mehnatga Dildor opa, Sabira opamga bitta so'z bilan ta'rif bering. Hamma tushunadi. Sabira opamga ta'rif bering bitta so'z bilan. Oyi, bitta so'z bilan Dilafruz opaga ta'rif bering. Maftun opa, bitta so'z bilan Sabira opaga ta'rif bering. Jayron, Dilafruz opaga bitta so'z bilan ta'rif ber. Navoz opa, Dilafruz opaga bitta so'z bilan ta'rif bering. Matba opa, Sabira opamga bitta so'z bilan ta'rif bering. Adolat opa, bitta so'z bilan Dilafruz opaga ta'rif bering. Umid opa, Sabira opamga bitta so'z bilan ta'rif bering. Bitta so'z bilan Sabira opaga ta'rif ber. Adolat opa, bitta so'z bilan Sabira opaga ta'rif bering. Nargiz opa, bitta so'z bilan Dilafruz opaga ta'rif bering. Jayron, Sabira opaga bitta so'z bilan ta'rif ber. Opam bizga qadar yordam qiladi. Yaxshi kunimizda ham, og'ir kunimizda ham, bizga ham yaxshi qiladi. Oyi, bir so'z bilan Sabira opaga ta'rif bering. Shunday qilib qo'ygan ota-onasiga ming rahmat. Opa, bitta so'z bilan Sabira opamni ta'riflang. Quvnoq ayol. Ko'p narsani Dilafruz opamga aytolmagan narsalarimizni Sabira orqali yetkazamiz. Nima deydi, hali masterlari jonini ichida Sabira yengib o'tgan ayol, hayot tashvishlarini yolg'iz boshi bilan yengib o'tgan ayol. Bolalarni tarbiyasida ham, ishda ham hammasiga o'z kuchi bilan erishgan ayol. Salat opa, Sabira opamga bitta so'z bilan ta'rif bering. Bitta mehribon. Nargiz opa, Sabira opaga bitta so'z bilan ta'rif bering. Zalatoy. Gulnoz, Sabira opaga bitta so'z bilan ta'rif ber. Juda ham mehnatkash, juda ham mard inson, samimiy. Sabira opaga havas qilaman. Dilfuza opa, Sabira opaga bitta so'z bilan ta'rif bering. Ta'riflashga tiloysiz. Bo'ldimi? Dilnoz opa, Sabira opamga bitta so'z bilan ta'rif bering. Hayot tashvishlarini bir chetga surib,
xodimlar qiyinchini, dardini bilib, qattiqqo'l, tirishqoq, chaqqolgina. Bu mening mehnatga Sabira opam. Sojida opa, bitta so'z bilan Dilafruz opaga ta'rif bering. Falsafa. Dilafruz opam bitta so'z bilan ta'riflang. Dardini oluvchi insonni bilaman, dardini og'ir kunlarda yo'qlab beruvchi insonni bilaman. Kimda kim sizni aytsa, qachon o'sha insonni o'sha lahzada ham ichida